Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur saytimizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. O'tgan hafta oxiri Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qadir xonim Amerikaning Stanford universitetida Uyg'urlarning navbatdagi siyosiy vaziyati, bo'libmi 5-iyul Urumchi voqeasidan keyingi Uyg'ur ahvoli haqida maxsus doklad berdi. Dokladni bir qism Xitoy o'quvchilarini o'z ichiga olgan 500 dan ortiq odam angladi. Rabiya Qadir xonim nutqida Xitoy hukumatining 11-sentabr voqeasidan keyin Uyg'urlar har qanday shaklda ilib borgan norozilik harakatlarini terrorlikqa bog'lab qattiq bostirganligini o'tirib qo'ygan. Rabiya Qadir xonim yana Xitoy hukumatining 5-iyul Urumchi voqeasida begunoh Uyg'urlarni tutqun qilib, turmalarga tashlab o'limga hukm qilayotganligi, hozirga qadar minglagan Uyg'urning iz daraksiz yo'qolib ketganligini ilgari surgan. Bu qitimqi muhokama yig'iniga Tibet Sargardon hukumati bosh ministri Rinpoche apandi qatnashgan. Rabiya Qadir xonim va Rinpoche apandilar Sharqiy Turkiston va Tibet masalasini Xitoy hukumati bilan suhbat o'tkazib, tinch yo'sinda hal qilishga tirishchanlik ko'rsatganligini bildirgan. G'o'ljining To'pidang mahallasi va Chapchalning Qo'g'inchi yesida o'ltirishliq Abdurim Qaraji va Musajon Qarim qatorliq ikki zot o'tgan yil Qurbon hayit mezgilida Chapchal noyilik jamoat xavfsizlik idorasining siyosiy bo'limi tarafidan tutqun qilingan va turmaga tashlangan. Voqeadan xabardor bir g'o'ljilik xonim Abdurim Qaraji va Musajon Qarimlarning tutilib tekshirilganligi, lekin hozir qo'yib berilganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha Musajon Qarim bilan Abdurim Qaraji Qo'g'inchi yezisidagi bir parnikning ichida shu yezdagi bir qism jamoatni to'plab tabliğ so'zlagan. İslamdagi ayollar masalasi va musulmon bo'lishning shartlarini tushundirgan. Voqeadan xabardor kishilar Abdurim Qaraji bilan Musajon Qarimning kishilarni dinga majburlash jinoyati bilan tutqun qilinganligini bildirdi. Bu yil 60lardan halqagan Abdurim Qarajim va 40 yoshlarning qarshisidagi Musajon Qarim bir oy tutib turilgandan keyin qo'yib berilgan. Bularning saqal burutlari tushirib etilgan. Ma'lum bo'lishicha bu voqea Musajon Qarimga oid har kelgan va Qo'g'inchi yezisini tashlab boshqa yeziga ko'chib ketgan. Amerikalik Uyg'urshunos Gardner Bowington apandi ziyoratimizni qabul qilib, o'z vatanida yaklangan Uyg'urlar nomli kitobi haqida to'xtaldi. O kitobga o'z vatanida yaklangan Uyg'urlar deb ism qo'yishiga sabablarni tushuntirib, Xitoy ko'chmanlarining Uyg'ur eliga ko'chib kelish sababidan 1949-yildagi ko'p sonliqni egallaydigan Turkiya va musulmonlar nufusining bugungi kuniga kelganda oz sonliqqa aylanganligini bildirdi. U mundaq dedi: Uyg'urlar mayli til va mayli madaniyat jihatdan bo'lsin, bu atalmış Uyg'ur avtonom rayoni tavasida hech narsaga ega bo'la olmaydi. Ularda avtonomiya yo'q. Ularga o'zlarining nomida Uyg'ur avtonom rayoni deb atalgan va Uyg'urlarning ana makoni bo'lmish bu zaminda bu huquqlardan bahramand bo'ladigan fursat berilmagan. Shunga men bu qayg'uliq reallikni ifodalash uchun bu ismni tanladim. Gardner Bowington apandi Amerika Indiana Universiteti Yevro Asiya tadqiqot markazining dotsenti. Malayziyada o'tkazilgan Islom dunyosi ijtimoiy tashkilotlar birligi yig'inida Uyg'ur masalasi o'tirg'i qo'yildi. İslam Dünyası İctimai Təşkilatlar Birliği'nin 9. növbətlik xalqaralıq yığını 2010 yılı 5. ayının 22. günüdən 28. günügəcə Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərində ötküzülgən idi. Yığınğa Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin başlığı Hidayətullah Oğuzxan təklif bilan qatnaşdı və İslam dünyasının məsələləri degan temada söz qildi. O sözdə Şərqi Türkistan məsələsi və Uyğur xalqının növbətdəki vəziyyəti haqqında toxtaldı. Hidayətullah Oğuzxan sözünün axırda bütkül İslam dünyasıdan Şərqi Türkistan davasını qollab qüvvətləşi və Şərqi Türkistan xalqiga köngül bölüşni tələb qildi. Bu yığınğa 16 dövlətdən kelgan ijtimoiy tashkilotlar mas'ullari qatnashdi. Bu yıl 30 may Uyg'ur yangi ma'rifchilik harakatining bayroqlarlaridan biri Mamtili To'xtaji qatl qilinganligining 73 yilligi. Hozirgi zamon adabiyatining vakillaridan biri bo'lgan shoir Mamtili Tevfiq apandi 1901-yili Atishning Boyamat yezisida Tevib oilasida dunyoga kelgan. Shoir Mamtili To'xtaji 1926-yil kuzda Turkiyaga kelib, İstanbul'daki bir Darul Muallimada o'qigan va bu maktabni bitirgandan keyin İstanbul shahri atrofidagi bir boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qilgan.
ulug'vor arzusini amalga oshirish uchun taqozo bo'lgan shoir Mamtili Tevfik apandi 1932-yili vataniga qaytib kelgan va 1933-yildan e'tiboran yurti otishda yangi ma'rifning tashviqot va tashkiliy xizmatlari bilan shug'ullangan. Mamtili apandining tirishchanlik ko'rsatishi bilan butun nahiya tavasida yangi maktab qurish to'lqini ko'tarilib, nahiya bozori va yezi atrofida jami 24 maktab qurilgan. 1937-yili aprelda Mamtili apandi dars o'tayotgan yerdan qo'lga ilinib, Qashqar shahridagi Yavog' teraklik turmasiga tashlandi. Va shu yil mayda shoir Mamtili To'xtachi qatorliq bir turkum Uyg'ur ziyolilari Shin Sisay tarafidan ko'ydirib o'ldirildi. Uyg'ur xalqi o'zining bu o't yurak farzandini yillardan beri har xil shaklda yod etib kelmoqda. İstanbulda Uyg'urlarning urf-odatlari va Uyg'ur yemak-ichmak madaniyatini tanishtirish faoliyati ilib berildi. Faoliyatni Sharqi Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati ayollar bo'limi uyushtirdi. Faoliyat İstanbulning Zaytunburni rayoni poyezd stansiyasi yendiki maydonda ilib berildi. İgilinishicha, bu faoliyat 2010-yili 5-oyning 28-kunidan 30-kunigacha 3 kunlik o'rinlashtirilgan bo'lsa-mu, boshqalarning talab qilishi bilan yana bir haftaga uzartilgan. Faoliyatda asosligi Uyg'ur kiyim-kechaklari va har xil yemak-ichmaklari tanishtirilgan. Shivitsidagi Mahmud Qashqar ona tili maktabi mavsum oxirlash munosabati bilan o'quvchilarni mukofotlash va rag'batlantirish faoliyati olib bordi. Faoliyatga Shivitsidagi Uyg'urlardan sirt O'zbek jamoatining bir qism vakillari qatnashdi. Bu xildagi faoliyat mavsum oxirida har yili 2 qatim olib berildi. Mahmud Qashqar maktabi bu xildagi faoliyatlar orqali bolalarning ona tili o'rganishga bo'lgan qiziqishligini oshirish va maktab sirtida qolgan bolalarni maktabga kirishga rag'batlantirishni maqsad qiladi. Shivitsidagi Mahmud Qashqar ona tili maktabi 4 yildan buyon izchil davomlashib kelayotgan ona til maktablarining biridir. 30 may kuni London Uyg'ur ansambli Tayvanda o'tkazilayotgan 2010-yillik İpek yo'li san'at festivaliga qatnashib, nomer ko'rsatdi. Festivalga Mongoliya, Iran va Arab ellaridan kelgan san'at o'maklari va musiqa tadqiqotchilari qatnashdi. İpek yo'li san'at festivali 5-oyning 30-kunidan 6-oyning 5-kunigacha davomlashadi ekan. Festivalda Uyg'ur naqsh usullaridan o'rnaklar ko'rsatilgandan sirt Uyg'ur 12 muqomi haqida leksiya so'zlandi ekan. Leksiyani Uyg'ur 12 muqomi tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan London Universiteti musiqa o'qituvchisi, London Uyg'ur ansamblining qurg'uvchisi doktor Rachel Harris xonim so'zlaydi ekan. Mazkur festivalga London Uyg'ur ansambliga vakolatan Rahima xonim qatnashgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xush vaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.